Bezovta oyoq sindromi to'g'risida eshitganmisiz? 1945-yili shved nevrologi Ekbom tomonidan aniqlangan. Hozirgi kunda Ekbom sindromi deb nom olgan. Tunda ikkala oyoq tizzadan pastki qismida paydo bo'ladigan yoqimsiz, sanchuvchi, bosuvchi, tortuvchi xususiyatga ega bo'lgan turli xil dizesteziya va paresteziyalar. Bu dizesteziya va paresteziyalar dastlab boldirning ichki qismida paydo bo'ladi. Keyinchalik esa oyoqning barmoqlariga tarqaydi. Barmoq asta-sekin tizzadan pasti, ya'ni distal sohada saqlanib qoladi. Keyin son sohasiga tarqaydi. Bemorda bu holat yotganda yoki o'tirganda kuchayadi. Turib yurganda esa kamayadi. Yoqimsiz va azobli sezgilarni kamaytirish maqsadida bemor o'rnidan turib yurib ko'radi, bukadi, yozadi, oyoqlar ustiga o'tirib va turli vaziyatlarda yotib ko'radi. Bemor o'rnidan turib yura boshlasa, oyoqlardagi yoqimsiz sezgilar kamayadi. U yana o'rniga borib yotib olsa, bu holat yana kuchayadi. Shu tariqa bemorning uyqusi buzilish tartibiga olib keladi. Bemorda har xil oyoqlarda stereotip harakatlar paydo bo'ladi. Ya'ni birinchi barmoqning ko'tarilishi, qolgan barmoqlarni pastga egilishi, bo'g'imlarni egilishi uyqu paytida kuzatiladigan holati shunaqa holatlarga olib keladi. Keyin har xil mioklonik titrashlar, bo'g'imni bukib yozish paydo bo'ladi. Bu holat uyqu paytida 5 soniya davom etadi. Keyin 20-40 soniyadan keyin yana qayta takrorlanadi. Bularning turlari qanday? Birlamchi va ikkilamchi turlarga bo'linadi. Birlamchi turlarda idiopatik deb ataladi. 30 yoshgacha kuzatiladi. Nasliy ahamiyatga ega. Autosom dominant tipdagi nasldan naslga o'tadi. Bunda 9, 12, 14 xromosomlarda patologik gen aniqlangan. Ikkilamchi tipida simptomatik deyiladi. Bu 3 ta etiologik omildan hosil bo'ladi. Bunda homiladorlik 2-3 semestr paytida kuzatiladi. Tug'ruqdan keyin o'tib ketiladi. Buyrak yetishmovchiligi so'nggi bosqichlarida, ya'ni mana shu dializ muolajalarini olayotgan bemorlarda 40% shunaqa holatlar uchraydi. Temir tanqisligi, anemiya kasalliklarida ham shunday holatlar ko'proq uchraydi. Bulardan tashqari qandli diabet, ichkilikbozlik, revmatoid artrit, Sjögren kasalligi, qalqonsimon bez kasalligi, porfiriya kasalligi, oyoqlar qon tomir kasalliklarida, Parkinson kasalligi, essensial tremor deymiz, Tourette kasalligi, Huntington kasalligi, ba'zan folat kislotasini yetishmovchiligi, tiamin, magniy yetishmovchiliklarida kuzatiladi. Keyin bundan tashqari turli xil doimiy gormon ichib yuradigan bemorlarda va neyroleptik dorilarni iste'mol qilib yuradigan bemorlarda bu holatlar tez-tez uchrab turadi. Patogenezida nima bo'ladi bu holat? Diencefal spinal dopaminergik yo'llarni disfunksiyasi, o'rta miyaning periventrikulyar sohasi va talamusning kaudal qismidagi yadrolarning disfunksiyasida
qora moddaning dopaminergik neyronlari faoliyati pasayishi, miya ustun va orqa miya sensomotor impulslarni o'tkazilishini buzilishida bo'ladi. Organizmda kechadigan siklik jarayonlar, ya'ni mana uyquga ketish bilan tetiklik davrini buzilishi, ya'ni bunda gipotalamusning subxiyazmal yadrolar disfunksiyasi hisoblanadi. Dopaminergik nazariyasiga asoslangan holatda kechasi organizmda dopamin va temir miqdorini pasayishi paydo bo'lishini hisobiga hosil bo'ladi. Yuqoridagi shikoyatlar, agar aytib o'tilgan yuqoridagi shikoyatlar sizni bezovta qilsa, marhamat, bizga murojaat qilishingizni so'raymiz. Nevropatolog Qambarov Komiljon Sattarovich.